Assalomu alaykum podpischilar. Bu mevalarga qaranglar, bog'dagi dugib turishini qaranglar, buni dugib turishini. Nima deydi bu? Bu dugishini qaranglar buni. Açık yer yo'q-ku bunda, açık yer. Ushatib mevalaringiz jonli yaxshi dugish uchun bog'man zo'r bo'lishi kerak, mehribariyan bo'lishi kerak. Bog'ini yaxshi qaragan bo'lishi kerak. Hamma sabablarni ishi ham bo'lishi kerak. Buni changlantirish uchun dedem bog'orchilik bilan ham shug'ullanadi. Bu bir biznes. O'zi bog'lar bakadi, bog'i o'zi chanlantirib turaveradi bog'larlar. Keyin yana bu nelchalar. Xudo xolosdan shu nelchalarimiz indikil satiladi bahorda. Evvel ham chiqarib edim gullab turgan vaqtimda. Gördingizmi hali mana bir yillik nelchalar. Lekin meva degib turibdi bular endi. Meva. Bu yoqda meni. Meva degib turibdi. Mana shular xudo xolosa sotiladi. Mana bu nelcha o'zimda emas endi. 4 so'mlik bo'lyapti. Teknik qiladi. Xudo xolosa shu nelchalarimiz sotiladi. Indikil bahorda xabarlashaverasizlar podpischilar. Meda gilos bor edi. Giloslayni. Yine düğüt tuttu. Yine bir yaktan nelçeler boyun. Şular ham xudo xolasa yetilar denmez. Acayip bo'lib. Atmosfera nima deydi, atmosfera. Yashagana göre shunday yarash kerak. Chiqsang bog' bo'lsa, xohlagan mevang bo'lsa, bir jannating bir bo'lak-da.